Assalomu alaykum. Men Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani 1-umumiy o'rta ta'lim maktabining 9-sinf o'quvchisi Haydarov Javohir bo'laman. Men bugun Neosok qurilmasidan Lego printer yasadim. Bu mini printer. Buning vazifasi harflar yoki rasmlarni kichik ko'rinishda chop etishdir. U hozirda faqat qora rang bilan bemalol rasm chiza oladi. Ko'rishingiz mumkin, bunda 3 ta motordan foydalanilgan. Birinchi motor bu qog'ozni oldinga yoki orqaga harakatlantiradi. Ikkinchi motorimiz esa bu qalamni oldinga orqaga harakatlantiradi. Bu rasmni ikkita ko'rinishda chizishga yordam beradi. Bu servo motorimiz esa qalamni ko'taradi yoki tushiradi. Ya'ni rasmni chizib tugatgandan keyin qalamni ko'tarib turadi. Ko'rishingiz mumkinki, bu bizning qurilmamizning kodi. A tugmachasini bosganda o'ng qurilma qalamni o'ng tarafga olib o'tadi. D ni bosganda qurilmani chap tarafga olib o'tadi. V tugmasini bosganda qog'oz oldinga harakatlanadi. S tugmasini bosganda qog'oz orqaga harakatlanadi. Q tugmasini bosganda esa servo motor qalamni ko'taradi. E tugmasini bosganda qalamni joyiga tushiradi. Keling endi ishlatib ko'ramiz qurilmani. Qurilma ishga tushdi. Ko'rishingiz mumkin, u bemalol chiza olyapti. Bu shunday ko'rinishda chizadi. Endi rasmni chiqarib olamiz. Mana ko'rishingiz mumkin chizgan narsasini. Bu qurilmamiz xuddi shunday ishlaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.